Ko'p tadbirkorlar biznes reja tuzadi, lekin bir necha oydan keyin u hujjat stolda qolib ketadi. Faoliyat esa rejadan farq qilishni boshlaydi. Buni nima bilan izohlash mumkin? Amaliyotda juda ko'p biznes rejalar kredit olish uchun yoki investorni jalb qilish uchun tuziladi. Lekin u asosiy boshqaruv instrumentiga aylanmaydi. Tadbirkorlar ko'pincha biznes rejani rasmiy hujjat sifatida ko'rishadi. Lekin biznes tirik jarayon, u bir joyda turmaydi, doimo o'zgarishda bo'ladi. Agar reja qarorlarga real ta'sir qilmasa, u shunchaki oddiy qog'oz sifatida qoladi. Asosiy xato qayerda? Eng katta xato biznes rejani statik, ya'ni o'zgarmas hujjat sifatida ko'rishdir. Aslida biznes reja bozor o'zgarganda o'zgarish kerak bo'ladi. Raqobat kuchayganda qayta ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Ichki resurslardagi o'zgarish bo'lganda uni moslashtirish kerak bo'ladi. Agar reja shunchaki tuzib qo'yilsa va keyinchalik bozordagi o'zgarishlar taqozosi bilan o'zgartirib turilmasa, yuqorida aytgandek, u shunchaki bir oddiygina rasmiy hujjat yoki bir qog'oz bo'lib qolaveradi. Unda biznes reja ishlashi uchun nima qilish kerak? Biznes reja faqatgina moliyaviy hisob-kitob emas, unda 3 ta narsa aniq bo'lishi kerak. Birinchisi, qaysi bozorda ishlayapsiz? Ikkinchisi, qanday qiymat taklif qilyapsiz? Uchinchisi, natijani qanday o'lchaysiz? Reja hech bo'lmaganda bir oyda bir marta qayta ko'rib chiqilmasa va u joriy holat bilan solishtirib borilmasa, u reja emas. Demak, biznes reja tadbirkorga qaror qabul qilish uchun asosiy xarita vazifasini bajarib beradi. Agar u tashkil qilinmasa va to'g'ri ishlamaydigan bo'lsa, nafaqat rejalashtirishdagi xatolik, balkim boshqaruvdagi xatoliklarga ham sabab bo'lishi mumkin.